Navruz qadimdan yangilanish, mehr-oqibat va ezgulik timsoli sifatida xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan. Asrlar davomida shakllangan milliy an'ana va qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan ushbu ayyom yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi, viloyatimizning Nurobod tumanida ham ko'tarinki ruhda nishonlandi. Bayram tantanalarining tafsilotlari haqida muxbirimiz xabar beradi. Navro'zni ulug'lash insonni ulug'lashdir shiori ostida o'tkazilgan bayram sayllari xalqimizning birdamligi, hamjihatligi va ezgu qadriyatlarini yana bir bor namoyon etdi. El yurtning ko'p asrlik an'analari, orzu intilishlarini o'zida mujassam etgan Navro'z sayllari katta tantanaga aylandi. Doshqozonlarda sumalak, halim, osh va boshqa milliy taomlar tayyorlanib, mehmonlarga tortiq etildi. Bahoriy bezatilgan saylgohlar, milliy liboslar va qadimiy urf-odatlar namoyishi barchada katta taassurot qoldirdi. Hammada yaxshi kayfiyat ko'z tegmasin tinchligimizga. Nurobod xalqida bayram kayfiyati a'lo darajada. Shuningdek, bayram dasturida arqon tortish, tosh ko'tarish, kurash, milliy xalq o'yinlari ayniqsa yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Kelinchaklar kelin salomi, folklor jamoalarining lapar va aytishuvlari bayramga o'zgacha fayz bag'ishladi. Ta'lim muassasalari, bog'cha tarbiyalanuvchilari va tibbiyot xodimlari tomonidan bahorni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar, dil tortar raqslar ijro etildi. Rang-barang chiqishlar saylga kelgan yurtdoshlarimizga zavq ulashdi. Navruz bayrami, Navruz sayllari ham juda chiroyli, shukuhda o'tmoqda. Hammani bayram bilan tabriklayman. Navro'z sayllari insonlarni ezgulikka, mehr-oqibatga, tabiat bilan uyg'un yashashga chorlaydi. Nurobod tumanida o'tkazilgan bayram tantanalari ham yurtdoshlarimiz qalbiga bahoriy kayfiyat olib kirib, shukronalik va ezgulik tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Umumxalq bayram saylida respublikamizning xushovoz san'atkorlari musiqiy chiqishlari bilan yurtdoshlarimizga bayramona kayfiyat ulashdi. Yangi bahor nafasi, kuy-qo'shiqlar sadolari ostida yig'ilganlar dillariga shodlik olib kirdi.